Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, fidoyilar fan klubiga xush kelibsizlar. Bugun Cabo Verde milliy terma jamoasi haqida so'z boradi. Juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ayniqsa darvozabon, 40 yoshli darvozabon Vazinia bir kechaning o'zida Ispaniya milliy terma jamoasiga qarshi uchrashuvda juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Nechta seyflar bilmayman, qanchadir seyflarni ijro etdi, juda o'zi zo'r ko'rsatdi va bir kechaning o'zida bitta uchrashuvning o'zida 5 million, 6 milliongacha juda ko'p o'ziga подписчиги, obunachi to'pladi, juda shov-shuv bo'ldi va milliy terma jamoaning o'zi ham zo'r o'yin namoyish etishda gap bo'lishi mumkin emas. Sensatsiya va shov-shuvlar davom etmoqda. Ispaniyaga qarshi uchrashuvda zo'r himoyalanishdi va qarshi hujumlarda ham xavfli bo'lishdi. Baribir debyutantga birinchi jahon chempionatiga chiquvchi va 530 ming aholiga ega bo'lgan Orol dan tashrif buyurgan futbolchilarga bu katta natija lekin ammo va kimsan Ispaniya milliy terma jamoasi va Urugvayga yetarlicha qarshilik ko'rsata olishdi, lekin Urugvay ancha qiynaldi. 2-2 hisobi qayd etildi. 2-2. Urugvay ham hech narsa qila olmadi. 3-uchrashuvda u aniq g'alaba qozonishadi. Bunaqa o'yinlar g'alaba qozonib, keyingi uchrashuv bu meni shaxsiy fikrim. Omad tilaymiz. Juda ajoyib, juda chiroyli o'yin va haqiqatan ham ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar jigarlar, hammalar ko'rishguncha o'zinglarni asranglar. Keyingi videolargacha xayr.